Ronaldoning daromadi bu safar ham futbol olamini dog'da qoldirdi. U nafaqat Lionel Messini, balki butun sport industriyasini ortda qoldirdi. Bu oddiy ustunlik emas, bu mutlaq hukmronlik. Assalomu alaykum. Barchangizni yangi videoda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugun ko'pchilikni qiziqtiradigan, lekin kamchilik chuqur tushunadigan mavzu futbol va pul haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Biz boshladik. Bugun futbol olamida eng katta mablag'lar qayerdan kelayotgani va nega aynan Cristiano Ronaldo yana eng yuqori cho'qqiga chiqqani haqida gaplashamiz. Spartiko nashri e'lon qilgan yillik reytingiga ko'ra, Cristiano Ronaldo 2025-yil davomida 260 million dollar daromad bilan eng ko'p maosh oluvchi sportchi sifatida birinchi o'rinni egalladi. Bu natija nafaqat futbolchilar, balki barcha sport turlari vakillari orasida ham mutlaq rekord hisoblanadi. Eng e'tiborli jihati shundaki, Ronaldo bu ko'rsatkich bilan o'zining azaliy raqibi Lionel Messidan deyarli 2 barobar ko'p daromad oldi. Bu farq maydondagi raqobatdan ancha kengroq. Bu brend, ta'sir va global kuchlar o'rtasidagi farqdir. Spartikoning top 100 ro'yxatidan 13 nafar futbolchi joy oldi. Bu futbolning hanuzgacha dunyodagi eng daromadli sport turlaridan biri ekanini ko'rsatadi. Ammo bu ro'yxatda bitta o'zgarish alohida e'tibor tortadi. Braziliyalik super yulduz Neymar bu safar pastga tushib ketdi. Endi esa savol tug'iladi. Nega aynan Ronaldo? Ronaldoning bu darajadagi moliyaviy ustunligi tasodif emas. U ijtimoiy tarmoqlarda rekord darajadagi auditoriyaga ega bo'lib, uning umumiy obunachilari soni 1 milliarddan oshgan. Bu ko'rsatkich uni nafaqat futbolchi, balki global media platformaga aylantiradi. Saudiya Pro Ligasidagi Al Nasr klubi bilan tuzilgan shartnoma Ronaldoga 1 yil davomida taxminan 200 million dollar olib kelmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda maydondan tashqaridagi reklama va tijorat hamkorliklari orqali u yana 60 million dollar daromad olgan. Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yeezy va Therabody kabi dunyo miqyosidagi brendlar bilan shartnomalar. Bu Ronaldo nomi hanuz bozorda eng kuchli futbol brendi ekanining isbotidir. 5 karra oltin to'p sohibi ketma-ket 9 yil davomida kamida 100 million dollar ishlab topdi. Bu esa uning faoliyatida 3-bor 200 million dollardan oshgan yil sifatida tarixga kirdi. Bunday barqarorlikni futbol tarixida juda kam sportchi ko'rsata olgan. Lionel Messi esa Spartiko reytingida 3-o'rinni egalladi. Argentinalik afsona 2025 yil davomida 130 million dollar daromad oldi. U MLS kubogi g'olibi bo'lgan Inter Miami bilan 2028-yilgacha shartnoma imzolagan bo'lsa-da, moliyaviy jihatdan bu safar Ronaldo darajasiga yetib bora olmadi. Neymar masalasiga kelsak, braziliyalik yulduz Saudiya Arabistonidagi faoliyatidan so'ng vatani Braziliyaga qaytdi. Al Nasr bilan shartnoma bekor qilingach, uning yillik daromadi keskin kamaydi. Natijada Neymar Spartiko reytingida kuchli 6likdan tushib 30-o'ringa joylashdi. Bu uning daromadi 1 yil ichida qariyb 50 million dollarga kamayganini anglatadi. Xulosa bitta. Futbolda iste'dod muhim. Ammo bugungi zamonda ta'sir, brend va global auditoriya hal qiluvchi omilga aylangan. Shu yerda juda muhim savol tug'iladi. Ronaldo bu cho'qqida yana qancha vaqt qoladi? Yoki yaqin yillarda futbol olamida yangi moliyaviy qirol paydo bo'ladimi?